Xborg geroy haqida gapiradigan bo'lsam, bu ham tanklarni ajali hisoblanadigan geroy bo'ladi, chunki passivkasini hisobiga chisti uron beradi. Passivkasining ikkinchi qismi shundaki, Xborg yarmi HPS jon bo'ladi, yarmisi firaga bo'ladi. Firagasi tushgan paytida, mana bu sariq narsa firagasi tushgan paytida Xborg joystiklar ko'rsatilgan tarafga qarab sakraydi va kontrolga immunitet oladi. Passivkasining ikkinchi qismi mana shu dushman geroylarini qizdirganingizda maksimalni qizdirilgan geroylarga chisti uron beradi. Xo'p, birinchi skillga keladigan bo'lsak. Birinchi skill oblastga fizikiy uron beradi. Mana qarab turinglar. Qizil degani fizikiy uron degani. Lekin qizdirilgan geroylarga chisti uron beradi. Bundan tashqari qizdirilgan geroylardan mana shunaqa bankalar tushadi. Bu bankalarni olganingizda energiyalar to'ladi va energiyalar to'lganida sizlar firagelarni qaytarib olasizlar. Xo'p, ikkinchi skillga keladigan bo'lsak. Ikkinchi skill 8 ta mana shunaqa narsa tashiydi. Bu narsalar sizga qaytib keladi. Qaytib kelganda yo'lida geroy yoki minion turgan bo'lsa, ular kontrol oladi. Bundan tashqari qizdirilgan geroylardan banka tushganda ikkinchi skillni bersanglar, shu bankalarni sizlarga tortib beradi. Ultasiga keladigan bo'lsak, ultasida revok qiladi. Revok bilan dushman geroyga uriladi va qizdirilgan geroylarga 300% qo'shimcha uron beradi. Ultasi portlagandan keyin xuddi passivkasidagi sakraydi chetga. Ultasini ishlatgan paytingizda sizlarni kontrolga olib bo'lmaydi, lekin ultadan chiqqaningizdan keyin sizlar juda uyuzviy geroy bo'lib qolasizlar.